Hayotim davomida yegan eng mazali taomlarimdan biri bo'ldi. Ishimizni mayda to'g'ralgan piyozni qovurishdan boshlaymiz. Tillaranchisiga kirganda qiymani solib, tuz va ziravorlarni sozlab qovurishda davom etamiz. Tomat solamiz. Men o'zim berkitgan ziraboydan soldim. Chesnok solib qovurib, oxirida kashnit solib aralashtiramizda yarim piyola suv quyib, past olovda dimlab qo'yamiz. Kartoshka kesaman deb qarasam, nasotkam juda kir bo'lib ketibdi. Buni tozalashda menga super очиститель, gipoallergenniy chaqaloqlar kiyimini ham zararsiz yuvadigan Bavi yordamga keladi. Bir qoshiq Bavi sepib, qaynoq suv quydim-da 10 daqiqaga qoldirdim. Bavini ishlatganimdan beri qo'llarim menga rahmat deyoryapti. Ana endi toza nasotkada kartoshkalarimni kesib, qizib turgan yog'da orqa oldini qizartirib oldim. Folgadan qolip yasab, uni ichiga pergament kiydiramiz. Qolipim razmeri 20 diametr. Qolipimiz ichiga kartoshkalarni videoda ko'rsatilgandek terib chiqamiz. Ichiga qiymamiz solib, qirg'ichdan chiqarilgan sirni taxlab, alohida idishga tuxum, tuz, rolton ziravori, sut qo'yib aralashtirib chetga olib qo'yamiz. Ana endi qiymamiz ustini kartoshkani qolgan qismi bilan qoplab, tayyorlab olgan tuxumli aralashmamizni qo'yamiz. Ichlarigacha singishi uchun oralariga pichoq sayib qo'yamiz. 180 gradusda avval 10 daqiqa, sirini qo'shib yana 5 daqiqa pishiramiz. Ko'p restoranlarga kirib, har xil taomlar yeganman, lekin bunaqa mazalisini endi yeyman. Ramazon tugashiga sanoqli kunlar qoldi. Iftorga siz ham albatta tayyorlab ko'ring.